Tezkor xabarimiz bor. Humayra qizimizni operatsiyalari bir marotaba o'tkazilishi kerak edi va hozirda tekshiruvlardan keyin operatsiya 2 marotaba o'tkaziladi deyishmoqda. Sababi ko'z terisi bir-biriga yopishib qolgan va qovoq ajralib chiqqan. Bu ikkita operatsiya bo'lib o'tkaziladi deyishmoqda. Mablag'imiz esa faqat bir dona operatsiyaga yetadi. Hamiladan iltimos qilib so'rab qoladiganim shu videoni ko'proq insonga tarqating, bir dona istoriya qo'yib bering. Qizimiz dunyoni ko'rib ketadi. Buni imkoni bor, operatsiyaning imkoni bor, iloji bor. Faqat yordam qilsangiz bo'ldi. Inshaalloh farzandi bor yoki farzandi bo'ladigan do'stingizga boring. U yaqinlaringiz ham, siz ham Alloh bunaqa kasalliklardan va boshqa kasalliklardan ham inshaalloh umuman behojat qilsin. Hozirda qizimizga sizni va bizning yordamimiz kerak. Klik, Payme ilovalar orqali shunchaki yaxshiligingizni deb qidirib, xohlaganingizcha bizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Azizlar, hamma narsaning imkoni bor. 5000 so'mnatiga bir dona ichimlikni suv, bir dona istoriya va qizimiz ko'rib ketishi mumkin. Hozir biz Turkiyaning Istanbul shahrining Dunyo go'zak klinikasida turibmiz. Hamiladan faqatgina shuni iltimos qilib so'rab qolaman. Hamiladan